Ha, nima bo'ldi? Oyijon somsa qil degandilar pishirdi. Somsa pishdimi kelin? Ha, ona bo'lib qoldi mana pishdi. Buni beketman ko'chada boshqa olib kelaman. Kelin, Labi oyijon. bir ser sabzi qilib chuchvara pishiring. Xo'p bo'ladi, chuchvarani do'ndiraman o'zi oyijon. Chuchvarami? Ona to'xtang, mana chuchvarani menga bering. Och qoldingmi bolam? Ochman, bering ona. Men bolam, sen yesang men yeganday bo'laman. Ol. Ana endi birdan bo'ldi. Nima bola buncha ko'p so'gansan ovqatga? Mana achchiqini mastava qildim. Mastava. He. Ha o'g'lim, nimaga yig'layapsan? Farzand bo'lib sizni biror yoqqa etmanmi? Onam shunga yig'layapman. Ha, endi ishlaring ko'pda bolam. Biron kun olib borarsan, yig'lama. Kelin shu ovqatdan qo'shniga ham berdingizmi? Ha, qo'shniga ham chiqarib berganman. Qo'shni? Qo'shnini ovqatni yemang yana. Dadangiz yoqmaydigan nimadir yeb qo'yganlar. Tezda klinikaga yetish kerak. Obbo, nima yeb qo'ygan bo'lsalar ya? Ha, kelin, bugun xolangizlar keladi mehmonga. Xamirlarni cho'zib, mayingina qilib, bir qozon kabob qiling. Xo'p bo'ladi oyijon. Nima qilding, ey? Kuydirib qo'ydim. Qozon kabob tayyor bo'lib qoldimi? Mehmonlar ham keladi dedi. Qozoni tayyor bo'lib qoldi. Yo'q, qatmondan nimadir olib kelaman hozir, ey. Nima qilsam ekan? Lavash xamiri, tuxum, bolgarskiy, parvoz kolbasasi ham bor ekan. Kelin, men sizga kabob devdim-ku. Zo'r ekan-ku. Onam unga parvoz kolbasasini qo'shganda mazali va hamyonbop. Choy nima bo'ldi, kelin? Choy. Tushunmayman, qanday choynak qaynatib qo'yadi bu, ey?